Obuna bo'lib, kommentga yozib, like bo'lishni unutmang, do'stlar. Voy, bu sirli eshik nimaga olib borarkan? Vau, sabzavotlar shahri. Bu yer ajoyib ekan. Salom qizaloq, raqsga tushamizmi? Salom, men sabziman. Men ko'zingni kuchli qilaman. Ichimda vitamin A bor. Zararing ham bormi? Ha, agar juda ko'p yesang, ranging sarg'ayib ketadi. Men pomidorman. Men yuragingni himoya qilaman. Rahmat, pomidorman. Lekin meni ko'p yesang, oshqozoning bezovta bo'lishi mumkin. Men bodringman. Men seni salqin va tetik qilaman. Lekin juda ko'p yesang, qo'ring shishib dam bo'lib ketishi mumkin. Men piyozman. Men kasallikka qarshi kurashaman. Nega yig'layapsan? Chunki meni to'g'rashsa hamma yig'laydi. Ko'p yesang og'zing hidlab ketadi. Men kartoshkaman. Men senga kuch beraman. Lekin meni qovurib ko'p yesang, chipslar yesang, semirib ketishing mumkin. Men brokkoliman. Men immunitetingni kuchaytiraman. Lekin mana ham me'yordan ko'p yesang, ichingni bezovta qiladi. Men qalampirman. Men qonni tezlashtiraman. Lekin juda ochiqman. Ko'p yesang tiling yonadi. Ha, lekin men baribir zo'rman. Men sarimsoqman. Men bakteriyalarni yengaman. Lekin meni ko'p yesang, hidim kuchli yonimda odamlar turolmaydi bo'ladi. Demak, hamma sabzavot foydali, lekin me'yor bilan yeyish kerak. Uyga qaytib, endi sabzavotlarni yaxshi ko'rib yeydigan bo'ldim. Sog'lom ovqat yaxshi.